Men Sayfli Umarjona, yangi O'zbekistonning baxtli yoshlaridan biriman. Mustaqillik nima deganda bu, ajdodlarimiz asrlar davomida shu orzuda yashab, ular kutgan buyuk kun. Bugun biz erishayotgan ulkan yutuqlar, erkin olayotgan nafasimiz, dunyo hamjamiyati tan olayotgan cheksiz imkoniyatlarimiz asosidir. Bugun mustaqillik bizga berayotgan imkoniyatlar, ayniqsa so'nggi 10 yilda amalga oshirilayotgan xalqchil islohotlar o'tmishning armoniga aylangan, misli ko'rilmagan darajada muvaffaqiyat eshiklarini ochmoqda. Xususan men ushbu imkoniyatlardan samarali foydalangan holda yuqori natijalarga erishmoqdaman. Men bugungi kunda Oliy Majlis Senati huzuridagi Yoshlar parlamentining faollar jamoasi a'zosiman. Argentinaning fan va adabiyot yosh yozuvchilar uyushmasining a'zosiman. 2000 ta talabani qamrab olgan Community Changers volontyorlik jamoasining bosh koordinatoriman. Ko'plab xalqaro va respublika miqyosida o'tkazilgan grant dasturlarining faol ishtirokchisiman. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Qashqadaryo viloyat Mirishkor tuman yoshlar qanoti rahbariman. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi a'zosi Kelajak yoshlari loyihasining asoschisiman. Bundan tashqari, ko'plab kitoblarim va ilmiy-siyosiy mavzudagi maqolalarim dunyoning nufuzli nashriyotlarida chop etilgan. Ushbu fursatdan foydalangan holda barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan muborakbod etaman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.